Prezidentimiz tomonidan hududlarda har xil tajribalar amalga oshirilmoqda. Bundan hozirgi yana bir tajribaning 3 tajribasi doimiy mijozlar bilan aloqada bo'lib, doimiy uchrashuvlar o'tkazib, ularni qiziqtirgan masalalar, kredit bo'yicha talablar yoki boshqa tadbirkorlik yuzasidan hududlarda muammolar bo'lsa, misol uchun ularni o'rganib, doimiy ular ustidan nazorat olib borib, joyida hal qilish masalalarini o'rganib chiqamiz. Bundan tashqari kredit olish bo'yicha shu orqali rivojlantirish, kengaytirish bo'yicha yoki kadastr masalasi yoki elektr energiya masalasi, yo'l, qanaqa masalalar bo'yicha murojaat bo'lsa, murojaat qilsalar, biz o'zimizga taalluqlisini o'zimiz chetdan, qolgan boshqa tashkilotga taalluqli bo'lgan masalalarni tegishli tashkilotlarga xat yoki bir yuborib orqali hal qilishga harakat qilamiz. Kimda qanaqa masala bo'yicha bo'lsa, bemalol murojaat qilib Belaruslar chiqyapti. Bormi orqada turib Belaruslar? Shaxsan bularni. O'shani aytib o'ymayman. Nimaga beringlar? Bitta garov bo'lsa, qolgani bitta o'zini garov qilamiz. Mashina bo'lsa, bir dona mashina bo'lsa bo'ladi. Qolgani o'zi garov. Qanaqa mashina? Yangi. Mashinanikin 1-2 yil avvalda bo'lsa yaxshi. Ishlab chiqarilgan muddati 5 yildan oshmagan bo'lishi kerak. Shunaqa mashina bo'lsa, qiymati bilan turadi. Ishlab chiqarilgan muddati 5 yildan oshmagan bo'lsa, garovga qolgan qismiga traktorda o'zini garovga 5 yil beramiz. Yigirma 22.3 borku. O'shadan telefon bor. Nereden bor? Ham bor. Unga Lemki yo'q. Lemki ham olsa bo'ladi. Buning uchun alohida shartnoma qilish kerak. Chiqib borib zo'r. Borasida shartnoma qilish. Chiqsa bo'ladi, desa bo'ladi. Shu so'moqchisi bor-da. Desa bo'ladi. Ertadan borib shartnoma olib ketish kerak. Shartnoma olib ketish kerak. Siz oling. Bo'ldimi?